Hammaga salom o'rtoqlar, bugun sizlar bilan mini vlog o'tkazamiz. O'rtoqlar, shu desanglar, men shu paytgacha umuman xarijligimni o'zim tozalamaganman. Faqat opam qilardilar, men artardim ko'pincha. Xo'p, endi oyim aytdilar, bugun sen xarijlik yuvasan, opang esa gaz yuvadi-da, ko'ramiz kim tezroq bo'lar ekan dedilar. Xo'p, bu ish qilishdan maqsad bu ishlarni qilsak, keyin oyimlar kinoga olib tushar ekan akam bilan. Oilaviy bugun kinoga tushamiz. Stitch degan kinoga. Aytgancha o'rtoqlar, ertaga ko'rasizlar hali. Biz sinfimiz bilan yapon bog'iga chiqib ketamiz aylanishga. O'shanga ham hali dahshat zo'r vlog chiqadi. Juda ham qiziq bo'ladi. Bundan keyin juda ham ko'p videolar qo'yamiz. Podpiska bilan obuna bo'lib qo'yasizlar, xo'pmi? O'rtoqlar, mana shu videoning tagida 50 tadan ko'p like yig'sa, biz dachiga chiqqanimiz vlog chiqaman, vlog hashir zo'r chiqadi. Xo'p, har xil shartli o'yinlar qilamiz. Obunachilarimiz bilan pulli o'yinlar qilamiz. Masalan, bizga obuna bo'lganlar orasidan bittasini tanlaymiz. Keyin kim tushsa, o'shanga yo 20 ming, yoki 30 ming, yoki 10 ming qanchadir summa deb bo'lamiz. Bordan ko'ra, yo'qdan ko'ra bor. Olib ko'ringlikdan zo'r bo'ladi. Uning uchun hozirdan podpiska olib qo'ysanglar, shuncha pastga tushirgan paytda shuncha oldinroq chiqasizlar. Shuning uchun iloji boricha hozirdan podpiska bosib qo'yishinglar kerak. Xolodilnik hozir to'la emas, chunki hali bozorlik qilmadik, endi qilmoqchi edik. Men yuvib bo'lgandan keyin doim bozorga olib kelinadi. Undan keyin joylashtirib tashlayman. Keyin garovmat video olaman, keyin kinoga ketayotgan paytimizda uni ham alohida qo'yamiz. Hali xudo xohlasa yaqinda juda ham zo'r kontent videolar chiqadi. Har xil videolar chiqaramiz, juda ham zo'r bo'ladi xudo xohlasa. Faqatgina sizlar kuzatishda davom etishinglar kerak, podpiska bosishinglar kerak, колокольчик bosib qo'yishinglar kerak, obuna bo'lib qo'yish kerak. Har xil tilda aytayam, qarang, subscribe, podpiska, lekin obuna bo'lib qo'yinglar. Ana aytgancha Instagram, Telegram kanallarim bor. Ana hozir pastda chiqdi, yoki endi chiqadi. Video oxir chiqadi. Mana pastdagilar. Ommaviy kanal oddiy Twitterda poiskdan qidirsanglar Telegramda chiqadi. Hop, Telegramga obuna bo'lib qo'yib, reaksiyalar bildirib turinglar. O'sha yerga videolarimni joylayman. Ko'p videolarimni qo'yib turaman. Keyin Instagramga ham kirib turadi. Instagramda profillarga qo'yib turaman videolar. Istoriya qo'yaman, tashqari reels ham qo'yaman. Kelasi ham juda ham kerakli. Ayniqsa YouTubega ham obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinda hali obunachilarim bilan ham ko'rishaman. Obunachilarim bilan o'yinlar qilamiz, har xil videolar olamiz. O'shaning uchun nima qilish kerak? Obuna bo'lib qo'yish kerak. Mana shu videoni oxiridan boshidan oxirigacha aytayapman, hech kim obuna bo'lmadi. Lekin obuna bo'lish kerak, o'rtoqlar. Hop, o'rtoqlar. Paychi ishimiz ham o'rtasiga yeb qopti. Juda ham tez qilyapman, ko'ryapsizlarmi? Tezlashtirganim yo'q, deyman. Hop, shunaqa. Xohlasanglar, meni YouTube kanalimda shortlarim juda ham ko'p. Ularni ham ko'rsanglar bo'ladi. Umuman zerikmaysizlar. Komediya deysizlarmi? Yig'iladigan deysizlarmi? Umuman reaksiya bildirmaydigan deysizlarmi? Hamma videolardan, hamma shortlardan bor. Kirib ko'raversanglar bo'ladi. Hop, o'rtoqlar, sizlarga gapiraverib, qarasam ishimni ham tugatib qo'yibman. Bo'lmasa videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, mini vlogimiz yoqqan bo'lsa, tezda podpiska bilan like bosib qo'yinglar. Mana hozir shunaqa bo'ldi, shunaqa chiqdi. Hammaga xayr, hammaga rahmat.